Bosh terapiya apparati haqida eshitganmisiz? Bosh terapiya apparati bizani Logomed markazimizda Germaniyadan olib keltirilgan bo'lib, bu apparat tok yoki magnit bilan ta'sir o'tkazmaydi. Bu apparat zararsiz bo'lib, STVG, ya'ni diqqat tarqoq va giperaktivlik sindromi tashxisi qo'yilgan bolalarga, bundan tashqari ZPR, aqliy faoliyati orqada qolgan bolalar uchun juda ham foydali apparat hisoblanadi. Apparatda bolaga yoqadigan mashq qo'yib beriladi. O'yinli va rasmli mashqlarni bajarish bolalar uchun juda ham qiziqarli hisoblanadi, chunki bilamizki, ko'p bolalar asosan bugungi kunda telefon o'ynashni yoqtirishadi yoki multfilm ko'rishni. Bu apparat bo'lsa aynan rasmli mashqlar orqali bolani diqqatini yig'ishga, ya'ni fokusni bitta joyga qaratishga o'rgatadi va buni ta'sirida boladagi giperaktivlik belgilari yo'qoladi. Apparatimiz haqida yanada ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz yoki bizani markazga logoped defektolog mashg'ulotlariga va apparat muolajalariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.